Hamda laboratninki beliqmeni tushuntirib o'tib ketay, bir-birlab kelayli do'stlar. Soplig'i yuqori bo'lgan, so'mirilish yaxshi bo'lgan, techu funksiyasi yaxshi bo'lgan ishda beliqmeni yepagan vaqtda birinchidan qondagi moy, qon qo'yaqlikni tuvallatish yoki shuni tushirishga foydasi bor. Ondan qalsa qonning yopishqoqlik ishib ketgan, qon tomirlar to'slash ahvollariga yoki to'salgan bo'lsa, tuvallatishga, to'salmoqchi bo'lgan bo'lsa, oldin olishga foydasi bor. Undan boshqa yalluq, badanni asosan yalluq qoplab ketadi do'stlar. Jiqyalarni yalluq sababli og'riydi, yalluq sababli kasallik kelib chiqadi. Masalan, oddiy misolga olsak, yalluq sababli bo'lgan shu put-qo'l og'riqlari bo'lib qolsa, sifatli bo'lgan beliqmeninki shu yalluq qaytarishga unum bo'lganlikdan shu yalluq sababli bo'lgan og'riqlar bo'lsa, shuni qo'yib berdi. Undan boshqa yana bir rol bo'lsa, tarkibida DHA. Shu mengni quvvatlash. Yashanganlardagi divanlik, meni saktisi, meni egilashning oldini olish bilan birga ko'zni ro'shanlashtirishga foydasi. Ishtaq alayliklar bor. Bu yerda men degandek, beliq meninki asosiy rollari shu qandagi mayni, qon qo'yaqlikni tushirish, qon tomirlarini ichish, mengni quvvatlash, ko'zni ro'shanlashtirish, yalloq sabab bo'lgan bo'g'im og'riqlarini tuvallatish.